Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani ikkinchi poliklinikaga keldik. Hozir bu joylashgani manzilimiz Imom-Ota MFE deyiladi. Shu yerda joylashgan oldingi eski bolnitsamiz hozir poliklinika bo'lgan. Ikkinchi poliklinika oilaviy poliklinika deyiladi. Juda bu yerlar hozirroq xaroba bo'lib qolgan edi. Mana bu yo'llari hozir shu Gilavrachimiz Izzat Akramjonovichga chiqdik. Iltimosimizni inobatga olib, mana shuncha tashkiliy ishlar bo'lyapti. Steshkalar qildik, stollar ishlayapti. O'zlaringiz mana duo qilib qo'yasizlar shu insonlarni martabasi ulug' bo'lsin. Bundanda shu poliklinikayamizga shunchalar mana hissasini qo'shadigan yana bir inson bor. O'zi aytish kerak emas edi, lekin aytib o'tmasam bo'lmaydi. O'zi aytam degan emas menga. Charxinda Pastdarg'om tuman Charxinimizda Diydor restoranimiz bor. Shuni boshlig'i Anvarjon ukamiz ham hissalarini qo'shib, nima deydi? Nimani olib boryapti. O'z hissasini qo'shib deganday yordamini ayamayapti shu yerga. Shu insonga ham kattadan katta rahmatimizni aytamiz. Mana shunaqa poliklinikalarimiz obodonlashtirish ishlarini olib boradigan gilavrachlarimiz yanada ko'payaversin. Izzat Akramjonovichga kattadan katta rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Iltimosimizni yerga qo'yib qo'ymaganingiz uchun rahmat kattakon. Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman Imom-Ota MFE'da joylashgan ikkinchi poliklinikamizga mana keldik. Juda katta ishlar ketyapti bu yerda. Mana stollarimiz ish olib boryapti. Pastdarg'om tuman gilavrachi Izzat Akramjonovichga murojaat bilan chiqqan edim. She'rlarni bir obodonlashtirish uchun. Stobo buni ustidan yursa bo'ladimi? Yursa bo'ladimi? Qotganmi? Mana she'rlarni obod qilib, steshkalarni qildik. Bu yoqqa gilavrachga kattadan katta rahmat. Nima deydi? Iltimoslarimizni inobatga olib, she'rlarni mana obod qilib, yaxshidan bog' qoladi, yomondan dog' qoladi deganday, gilavrachimiz o'zimizda mana shunday bog' qoldiryapti. Mana ya hojatxonagacha. Endi nasib bo'lsa ichki remontlarni ham xudo xolasa Izzat Akramjonovich bilan tashkil qilamiz, xudo xolasa. Juda o'zi manzarasi ham juda chiroyli poliklinikamiz. Oldin bu yer bolnitsa bo'lgan. Steshkani zo'r qilib, lekin stollar qo'l dard ko'rmasin. Juda chiroyli, sifatli qilib. Hammasi o'rvinga olinyapti, stol. Malades, gap yo'q. Bir ancha yillardan beri remont bo'lmagan edi. Shu mana gilavrachimiz bor ekan. Kattadan katta rahmat. Mana hozir bu yerlar shunday steshka bo'lsa, qarang, odamni shunday bir bag'ri dili ochilib o'tiradigan joylar bo'ladi, xudo xolasa. Mana shunda uzunasiga Izzat Akramjonovichga iltimos qilamiz, yana bir ikkita skamyenka qo'yib beradi. Kelgan qariyalar, bemorlar deganday, berimin ayollar kelsa, misol Ochratda, navbatda turmoqchi bo'lsa, toza havoda o'tiradi, shu yerda skamyenka qilinadi. Skamyenkada o'tirib, navbatda turaveradi. Mana ish jarayonlari yana davom etmoqda. Rasol tashab, mana tayyorlab, mikserda bilan hal qilib beraveradi.
Buni yo'qitgan gapash. Ana shu yoqitchi mana shu. Ana shu mana bu ham yoqitchi. Arendaga berganmi? Ha. Arendaga bergan bo'lsa, aralashmaydi-da u. Ha, shida ko'pastirgan biroq shuni aytdi. Arendadan bo'lsin. Unga men aralasholmayman deb. Chaqirib bering. Qarol bu. Uyda bo'lar, qayda bo'lar? Mana xullas ustalarimiz ish davom ettirmoqda. Juda chiroyli bir kayfiyatni ko'taradigan holatda bo'lyapti. Polni obzorni yana qo'shib chiqaraveramiz.